Nega siz qo'yadigan plomba hech qancha vaqt o'tmasdan chiqib ketadi? Hozir shu haqida bilib olasiz. Birinchi navbatda tishdagi yaxshi tozalanmagan chirigan to'qimalar natijasida plomba tushib ketish xavfi ancha yuqori bo'ladi. Ikkinchi sabab esa bu tishning chuquri kovagi, ya'ni tish qanchalik chuqur chirigan bo'lsa, plombani ushlashi shunchalik yomonlashadi. Va uchinchisi, eng asosiysi esa bu plombani tishga noto'g'ri tanlash natijasi. Ya'ni sifatsiz plomba qo'yish natijasida ham plomba muddatidan oldin tushib ketishi mumkin. Shuning uchun avvalo plomba qo'yishdan oldin tishdagi chirigan to'qimalar va tishning holatiga qarab plomba tanlash talab etiladi. Shunday ekan, avvalo plomba qo'yishdan oldin tishingiz holati haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'ling. Shunday ekan, plombani tushib ketishi nafaqat yuqoridagi holatlarga, balki shifokorning malakasiga ham bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun imkon qadar tishingizni plomba qilishdan oldin shifokorga undagi chirigan to'qimalarni yaxshilab olishini va imkon qadar tishga mos sifatli plomba qo'yishini iltimos qilsangiz, plomba siz uchun bemalol siz xohlagan muddatda xizmat qilib berishi mumkin.